Assalomu alaykum. Ramazonda tez tayyor bo'ladigan osongina pirog tayyorlaymiz. Bu pirogni oldin ham boshqacharoq usulda tayyorlab ko'rsatgandim. Bu safar bo'lsa eng oson usulda tayyorlaymiz. Bizga 2 dona katta piyola kerak bo'ladi. 2 piyola shakar, 4 dona tuxumni solamiz, vanilin qo'shib, yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Shakar bilan tuxum yaxshi aralashguncha venchikda aralashtirishimiz kerak. Umuman mikser ham kerak bo'lmaydi. Xuddi shunaqa qilib aralashtiramiz. Endi xuddi o'sha piyolada, 2 ta piyolada to'ldirib qatiq solamiz va bir barmoq past qilib 2 piyolada yog' solamiz. Yog'ni to'ldirib solish kerak emas, bo'lmasa pirogingiz juda ham yog'li bo'lib ketishi mumkin. Venchikda aralashtiramiz bularni hammasini. Endi xuddi o'sha piyolada un elab solishni boshlaymiz. Unimizni oz-ozdan solamiz. 1 piyola o'lchab, razrixitni solamiz 1,5 osh qoshig'ida. Unlarni ketma-ket solib, sekin-sekin aralashtirib, keyin yana qolgan unni elikdan o'tkazib solamiz. Birdaniga unni solib qo'ymang, yaxshi aralashmaydi, hamda ichlarida dumaloq bo'lib qotib qoladi, tugun bo'lib. Shuning uchun 1 piyola solib aralashtirib olish kerak. Xamir quyuq-suyuqligini ham ko'rib turasiz. Yaxshilab venchikda bir xil bo'lib aralashgandan so'ng 1 osh qoshig'ida to'la limon suvini solamiz. Limon suvi razrixitelni mazasini oladi, umuman hid va maza kelmaydi. Xamir xuddi shunaqa quyuq-suyuqlikda bo'lishi kerak. Listimizga margarin yoki sariyog' surib, ustiga un sepib, keyin pirog xamirini quyib olamiz. Ozgina pirog xamiridan olib qolib, 1 osh qoshig'ida kakao hamda 1 osh qoshig'ida qatiq qo'shib aralashtiramiz. Listimizdagi xamirni yaxshilab lopatka yordamida tekislab olamiz va ustiga kakaoli xamirni quyib chiqamiz. Xohlagancha ustiga bezatishingiz mumkin. Men oddiygina qilib quyib chiqdim. Cho'p yordamida chizib olamiz. Bu orada duxovkani qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qizib turgan duxovkada 170 darajada 1 soatda pishirib olamiz. Pirog pishgandan so'ng cho'p bilan tekshirganingizda quruq chiqsa, duxovka ichida 10-15 minut qoldiring va keyin stol ustiga oling. Shunda pirogingiz cho'kib qolmaydi. Juda ham mazali, yumshoqqina chiqadigan pirogimiz tayyor. Baland bo'lib ishib chiqadi. Ayniqsa katta oilalar uchun juda ham barakali. Mana ichlarini ham ko'ryapsizlar. Juda ham yumshoq, balangina, 2-3 kun tursa ham qotib qolmaydigan pirog bo'ladi. Albatta sizlar ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Grammlar yoki tarozlar, mikserlar umuman